Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana Lilya Flowers gullari. Bugungi bog'imizdagi gullar bilan sizlarni tanishtiramiz. Bog'imizga sayohat qilamiz bugun yana bir bora. Bu gullayotgan xo'sta gulimiz. Soya salqin joylarda o'sadigan xo'sta guli. Bu gigant sorti, bargi yashil, guli oppoq. Hidi rosa shirin bo'ladi. Yonidagi gullayotganlari fioletoviy gullagan. Bu kichkina sorti. Xo'sta gullari soya salqin joylarni yaxshi ko'radi. Quyoshga ekish mumkin emas bularni. Quyoshda eksangiz o'lib qoladi. Bu chirmashib o'sayotgan xo'ya. Oddiy yashil xo'ya. Hali gullamadi. Guli ko'ringani ham yo'q hali. Faqat bo'y cho'zib o'sib yotibdi. Bunisi bonsai. Yonidagisi adenium gullayapti hali ham. Erta bahordan boshlaydi adeniumlar gullashi. Salqin tushguncha gullaydi. Xlorofitum gullarimiz bizda juda ham ko'p. Arzon berib yuboramiz. Olib foydalanib qolinglar. Astra gullari gullashi boshlagan hozir. Holatlari juda ham zo'r. Xlorofitumlarni o'ta beozor, tartibli, intizomli deydi-yu, o'shanaqa zo'r o'sadigan xlorofitum gullari. Jimulus gulimiz ham bor. Ko'chaniki, ko'chada o'sadigan, qishda yerda qoladi. Issiq sovuqqa chidaydigan, yer tanlamaydigan, joy tanlamaydigan, oq sariq bo'lib gullaydi. Hidi rosa o'tkir. Jasmin gulini hidi keladigan. Keyin uni yonida bitta gardeniya gulimiz bor. Bu yerda 3 tasini ekkanmiz, qolgani sal nariroqda orqamda. Buni barglari juda ham yashil, to'q yashil rangda. Barglari qattiq. Soya salqin joylarda o'sadi. Yerga eksa ham bo'ladi buni. Tuvakda o'stirsa ham bo'ladi. Tuvakka ekkan paytda albatta kislot torf solish kerak. Yantarniy kislota, monokaliy fosfat, limonniy kislota, shunaqa dorilar bilan podдержка qilib turish kerak. Agar yeringiz unumdor, nima deydi? Dori solinmagan, qaralmagan bo'lsa, unda ham kislot torfga ekib dorilarni berib turish kerak. Agar yeringizga go'ng solingan bo'lsa, unaqa qilish shart emas. Shundoq ham go'ngda yaxshi o'sadi. Nargisi gullayotgan bu gortenziya. Krupnolistniy gortenziya, rozoviy ranglisi. Bu oq ranglisi. Bu katta. Gortenziyalarimiz ko'p. Ranglari xilma-xil, har xil. Bu gul kameliya. G'unchalarning uchi qizarib qopti. Xudo xolasa rosa gullaydi bular ham. Rosa chiroyli gullaydigan kameliyalar. Bu yil yoz rosa issiq keldi. Shunaqa ham issiq bo'ldi. Gullarning ko'pchiligi quridi, so'lidi, saqlab qolish o'zi bo'lmadi. Hali kechagi issiqda ham o'zimni mazam qochib qoldi. Azalya gullaganida, bu yoqdagilar ham gortenziya azalya.
Kameliya. Bu yerga ekilgan mana. Mana bitta balzamin gulimiz ham bor. Mana shu gul qo'ygan va bog'ning o'rtasida. Chetdagisini yaqinroqdan ko'rsatavering. Guli mana shunaqa. Rangi ham chiroyli, guli ham chiroyli. Bu xonaki gul hisoblanadi. Buni qishda uyga olib kirish kerak. Bo'lmasa so'g'irib ketadi uni. Bu gigant gulimiz arma. Buni kattaligini his qilish uchun buni yoniga kelib turish kerak. Yonidan ko'rsangiz qanchalik kattaligini bilasiz. Hozir videoda bu bilinmaydi uni kattaligi. Shunaqa katta gullarni yaxshi ko'radiganlar uchun katta gullar ham yetishtiramiz. Fikuslarimiz 10 xil adashmasam, yo kamroq yo ko'proq. Shunaqalari ham bor. Hammasi fikus. Fikus Benjaminning boshqacha sorti, u narvonning orqasida. Barglari shakli boshqacha. Bu vegalarning detkasi, kimga vegalarning detkasi kerak bo'lsa, yetishtirib ularni ham tayyorlab stakanga ekib qo'ydik. Viloyatlarga pochtadan jo'natamiz, shahar ichida Yandex taksi orqali chiqarib beramiz. Biz Toshkent shahrida Mirzo Ulug'bek tumani Maksiv Feruzada turamiz. Xonadonimizda gullarni yetishtiramiz. O'zimizning hovlimiz. Gulga qiziqishimizdan gullarimiz ko'payib ketgan. Ortiqchasini sotamiz. O'zimizga kerakini olib qolamiz. Xitoy, Gollandiyadan gullar ham olib kelamiz. Ularni adaptatsiyadan o'tkazib, O'zbekiston ob-havosiga, iqlimiga moslashtirib, undan keyin sotamiz. Bu floksning oqi. Bu sotilmaydi. Mana Benjaminlar. Naryoda Fikus Aleksandra. Rosa chiroyli, tillarang. Qora shahzoda mana. Mana aganyoklar mana rosa gullagan. Shunaqa zo'r gullaydi aganyoklar. Vegelar ham gullab yotibdi hali ham. Astralarning gullagani. Klimatislar hali gullab yotibdi. Qor yog'guncha gullaydi klimatislar. Xrizantemalar ochilishni boshladi. Bu flokslar. Flokslarni orasidan olganimiz uchun bular yotib qoldi. Bo'lmasam zo'r chiroyli tikka turadi. Endi buni kuzda gullab bo'lgandan keyin bir qator qilib ekib chiroyli qilib qo'yamiz. Sotiladigani kuzgacha sotib olaylik. Keyin bir gap bo'lar. Tradiskansiya gullarimiz mana bu yerda. Kolyuslarimiz har xil ranglisi bor, 9-10 xili bor kolyuslar ham bu. Gullayotgan mana kichkina maydachalar balzamin gullari. Qora shahzoda bo'yi balandlari. Shoxlari ham chiqay deb turibdi. Nish urgan shoxlaydi. Birovlar shoxlash uchun boshini kesib o'tiradi, buni kesish shart emas, o'zi chiqadi. Yoshi yetgandan keyin kaktus gulimiz, mana bitta gulimiz qurib qolay deyotdi, ko'z tegmasin, yaxshi o'sib qopti, barglari katta-katta bo'libdi. Zo'r o'sibdi. Kitayskiy rozamiz, mahroviy gullaydigani, bir qavat gullaydigani. Malachay gulimiz bor bu yoqda. Sariq xrizantemalar ochilgan mana.
Kolyusni rangi qanday go'zal. Rosa chiroyli mana kolyuslarimiz. Bu fikus dumaloq bargligi. O naryoqda bahorda gullagan qo'ng'iroq gullarimiz yana boshqatdan gullashdi. Arma gullarimiz kichkinalari, monsteralar. Fikusni yana ham kattarog'i. Bu kan guli. Ko'chani guli u ham. Xo'yalar, batat. Bu yoqda kichkina fikuslar. Ba'zi bir gullarimiz aksiyaga qo'yganmiz. Xlorofitumlar, kolyuslar. Hop, alakaziya polli, spatifilum, singonium ko'pligi sababdan skidkaga qo'yganmiz. Skidka emas, aksiyaga. Ikkita alakaziya olsangiz, bitta spatifilum podarka. Ikkita singonium olsangiz, bitta spatifilum detkasi podarka. 3 ta kolyus olsangiz, 4-chi kolyus podarka. Xlorofitum ham shunaqa, 3 ta xlorofitum olsangiz, 4-chisi podarka. Narxlarini telefon nomerim orqali so'rab bilib olishingiz mumkin. Telefon nomerimga Telegramim ochilgan. Nomerim 91 016 16 93. Videoni ekraniga yozib qoldirishga harakat qilaman. Bilasizlar, men bunaqa bloger emasman. Endi o'rganyapman. Shuning uchun nosozliklar, kamchiliklar uchun oldindan uzr. Bu anjir daraxtimiz kattalashib ketgan. Zo'r anjir qiladi har yili. Gul toji xo'razam bo'yi mendan baland. Mamtligisi ham 3 metr bo'lib ketgan gul toji xo'razam shunaqa o'sadimi? O'zi gul toji xo'roz bo'lsa. Bu jivuchda pochva pokroni deyishadi buni. Gilamga o'xshab shunaqa yoyilib ketadigan gul. Fioletli bo'lib gullaydi, mayda. Bu yoqda mana gullayotgan kameliya, yerda. Azaliya ham gullagan mana. Azaliya. Mana fioletli gullagani ham bor. Azaliyaning rangi shunaqangi chiroyli, fioletlisini. Bunaqasi hali ko'rmagansiz deydi, shunaqa. Azaliya rosa chiroyli. Gullagan. Qishin yozin tinmay gullayapti. To'xtamasdan gullayapti. Hali ekkanimizdan beri erta bahor ekkandik. Zo'r o'syapti. Ozgina o'sadi, gullaydi. Ozgina o'sadi, gullaydi. Bu yoqda kava gullarimiz ham bor mana. Bular ham gullaydi. Bahorda, kuzda gullaydi bular. Bu golland jasmin gullarimiz o'sib ketgan, shoxlab ketgan mana. Haftada bir marta dorisini berib turibmiz, gullashga tayyorlayapmiz. Xudo xolasa qayta gullaydi bular ham. Mana singoniumlarimiz, zamyakulkus gullarimiz rosa chiroyli. Zamyakulkusni bunaqa yangi sorti keldi. Mana rangi rosa chiroyli. Buni rangi yo'qolib ketmaydi. Ko'pchilik so'rashdi, Instagramga qo'yganimda rangi yo'qolib ketadimi deb. Rangi yo'qolmaydi. Oddiy qop-qorasi ham bor. Mana yonida pastda oddiy qop-qorasi, kichkinasi bu ham detkasi. Bu yoqda kattalari. Bunisi rosa kattasi, eng kattasi mana shu burchakdagi. Filodendron mana shuni detkasini qildik yaqinda. Keyin filodendronni detkasini, bu filodendronni detkasini qildik yaqinda. Sotuvga tayyor bo'lganda aytaman, mana to'ychalada kesib qo'ydik.
Philodendron karamel marble deydim. Shunaqasini ham kesdik. Uni ham detkasi xudo xolasa bo'ladi. Philodendron white princess ham detkasidan bor. Mana bu monsterani detkasi ham bor. Pollini detkasi ham bor bizada. Syngonium variegatni, buni ham detkalarini tayyorlab qo'ydik mana. Bu yoqdagi bizani mini teplichkamiz, atroska ko'paytiradigan yashiklarimiz. Mana hamma xilidan bor. Syngoniumni bizada 40 ga yaqin turi bor. O'zingizga yoqqanini bemalol tanlab sotib olishingiz mumkin. Viloyatlarga pochta orqali shahar ichida Yandexdan chiqarib beraveramiz bemalol. Kashboda mana bambuk gullarimiz ham bor. Asparagus bu ham zo'r narsa, yaxshi o'sadigan beozor. Papriklarimizni turlari ularniki ham ko'p. Hali syngoniumlar haqida video so'rashganda, u ham esimda yo'q hali. Uni ham qilib berishim kerak. Mazam qo'shganligi tufayli ulgurmadim. Bu kalateyalar, Calathea ornata, fusion, Calathea leo, Rufibarba. Bunisining nomi esimdan chiqib ketdi ana. Medalyonlar ham bor mana ikki xilidan. Bu Homa limona, zo'r gullamaydigan gul bu, lekin bargi ham yashil, har doim yaltirab shunaqa chiroyli bo'lib turadi. Borgan sari bargi kattalashib ketaveradi. Kofe kichkinasi, archani kichkinasi, paprikni kattalari, hamidariya palmamiz, sheflera uzuni. Tuveyda mana sotishga tayyor gortenziyalarimiz ham bor. Sotuvga tayyorlangan mana balzamin gullarimiz bor. Bunaqa kashbo qilib ekkanmiz o'zimiz uchun, endi olgisi kelgan odam uchun sotaveramiz. 3-4 xil syngoniumni aralashtirib ekib qo'yganmiz. 1, 2, 3, 4 xil bor ekan ichida. Gortenziya detkalarimiz mana sotuvga tayyor. Spatifigumlar, gortenziya, azalya, kichkina kameliya, philodendron birkin. Spatifigum tayyor ekilganlari, olovda yonadigan karatolla, kofeni kattarog'i salgina, archani kattalari mana. Bunaqa barmoqchali sanseveriyani ham ekib qo'ydik mana. Bir boshqacha, hammaga o'xshamaydigan narsalarni yoqtiradiganlar uchun. Bittagina bo'lib ajralib turadigan odamlar uchun shunaqa boshqacha gullarimizdan ham bor. Bunaqalari ham bor. Bular o'rilgan bambuklar. Bu dratsena 3 talik. Ranglari to'q yashil, juda zo'r rangi. Holatlari ham ajoyib, chiroyli. Bular strelitsiyani kattasi, strelitsiyani kichkinasi yonida. Bular mana eng kichkinalari, o'rtachasi, sal kattarog'i. 2-3 tali ekilgani, bulari kattalari. Bu darvozaga tegib qopti issiqda, bilmabmiz shuni kuyganini, bechara. Endi buni olib tashlaymiz yangi barg chiqargandan keyin. Hozircha tegmaymiz, kuzda kesamiz. Sanseveriyalar
har xil ranglisi bor. Mana sanseveriyalar ranglari vashcha zo'r. O'sishi ham zo'r, yonida detkalari ham bor. Difinbakalar. Zamiar ko'kislar. Bular monsterli aguanemalar bu yoqda mana. Polimizni o'sib qolgan. Oldingi videolarga qaraganda yangi barglari chiqargan mana hammasi. Barglari katta-katta. Eski bargi mana bunaqa o'zi sarg'ayib, qurib qolgandan keyin, shilpayib tushgandan keyin kesamiz. Ungacha tegmaymiz. Mana bu yoqda Vigela detkalari. Bugün Vigelanın detkalari, azalyalar, hamidariyalar, koluslar to'kka ekilgan mana tayyor. Fix shiriverina ham bor. Geranlarimizni ekib tayyorlab qo'ydik sotuvga. Mushkambarlar endi ekildi. Bittasi oldindan ekildi, u naryoqda turibdi mana. Kecha ekilgani, bu bugun ekilgani. Stand-up suslarning yangi ekilganlari mana. Qalamchasidan ko'paytirganimiz Benjamin Fuchsni dumaloq bargligida. Limonimiz ham bor. Meva qilib turibdi. Naryoqda mevasi. Mana limoni. Xlorofitumlar. Mana xlorofitum, aloy. Xlorofitum detkalari. Ko'p gullarimizni arzon beraveramiz. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Shu bilan bugungi videomizni tugatamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'linglar.